Ko'pchilik yurtdoshlarimiz biladi, Ruslan avtosavdo o'z muxlislarini har doim ham arzon, ham sifatli, ideal holatdagi, tayyor holatdagi mashinalarni Ruslan avtosavdo Instagram profilidan joylab boramiz. Bugungi obzorimizda Cobalt mexanik 2015-yilda ishlab chiqarilgan 4 dona bo'sh balon, chexol, poli hamma narsa qo'yilgan. Metan gazam 2025-yilda ustanovka qilingan. Shu vaqtgacha benzinda yurgan, bu degani aniq mashina. Motor xatolarına javob. Hech qanday kamchilik, ayblari yo'q. Bemalol ustana kelib teshkirtirib keyin savdo qilsangiz bo'ladi. Narxini keladigan bo'lsak, narxini 80 million so'm pul aytamiz, ustunda qaytib kelish beriladi. Mashinamiz kimga qiziq bo'lsa, bemalol Ruslan avtosavdoga kelaveradi. 24 soat xizmatdamiz. Salon qismini ko'rsangiz, salon qismi ham akkuratni ideal holatda turibdi. 7 ta poliklar ham qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin, chexollar, maytafolli varianti, video registratorlar ham ishlab turibdi. Xullas, tayyor holatdagi Cobalt izlagan yurtdoshlarimiz imkon darajasida tarqatib qo'yishlaringizni so'rab qolamiz. Bizlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun Ruslan avtosavdo